Hammaga salom do'stlar. Soat ertalabki 5. Biz уже Amirsoyga qarab ketmoqdamiz. Ya'ni endi yo'lga chiqamiz. Mashina tayyor. Serilarni olsak. Bo'ldi. Biz kuzatishda davom eting. Maksimalni qiziq bo'ladi. Hamma yoqda shahar hali uxlayapti. Yo bro. Nagap. Короче, Amirsoyga go просто. Kofe olishga ozgincha. Chans. Uyquchiladi. Namlaqmasini olamiz. O'zi qattiq bo'ladi. Chigalar mashina ketdi, короче. Endi to'xtalmaydi. Sababi kofe ichildi. Uyqu ochiladi hozir. Bizni mana shu ushlab turibdi. Qizil svetofor. Yashil bo'lishi bilan hamma yoq chotki. Yo'qki ketamiz. Bir soatlarda yetib borsa kerak. Uzoq. Yangi O'zbekiston. Mana bizga ham ozgina vaqt qoldi. Biz уже yetib qoldik. Hammaga salom yana bir marta. Biz hozir Amirsoydamiz. Faqat birinchi marta kelayotganlarga yaxshigina maslahat. 9 dan erta kelib olmanglar, sababi 9 da Amirsoyga kirish ochilar ekan. Hozir bir 2 soatcha kutamiz. Keyin ochilsa ichkari kiramizda. Atmosfera lekin bu Короче, Amirsoyga keldik. Nu biz uchadigan narsalarni esimizdan chiqaramiz. Вот это поворот. Yep. Keldik. Juda interesting bo'ldi, lekin juda men charchadim. Mayli. Deb ko'rgan bo'lsangiz like bosing.